İsmim Bekzod, Impress Mebel korxonasi rahbariman. Bu proyekt menejer kursiga jamoa bilan keldik. Ya'ni 3 kishi bo'lib kelganmiz korxonadan. Kutuvlarimiz nima bo'lgan? Loyihamizdagi, ya'ni ishxonamizdagi kommunikatsiyalarni to'g'rilash, boshqaruvdagi biz bilmayotgan jihatlarni ko'rish va metod asosida, ilmiy metod asosida korxonamizni tizimli ravishda boshqarishni o'rganishga kelganmiz. Kutuvlarimiz shulardan iborat. Hozirgi kunning birinchi qismidagi darslardan keyingi taassurotlar juda ham yaxshi. O'ylaganimizdan ham ko'ra ko'proq narsa o'ylab qo'yishgan ekan. Boshqaruvni nafaqat metodologiyasi, undan tashqari sharqona mentalitetga moslashtirilganligi menga juda ham ma'qul bo'ldi. Chunki hamma narsa ham biz o'ylaganimizdek bo'lmaydi, kitobda yozilgandek bo'lmaydi. Uni qanaqadir adaptatsiya qilish kerak bo'ladi. Odamlarga singdirishga bu narsani amalga oshirishda baribir mentalitet hisobga olinishi kerak bo'ladi. Kurs davomiyligida shu narsani ko'ryapmiz. Bu narsa ancha o'ylangan ekan. Shunga kutuvlarimiz ancha yaxshi. Sharqona loyiha boshqaruvini boshqalarga men tavsiya qilgan bo'lardim. Birinchi darsdan keyin bo'lsa ham bu fikrim. Chunki dars davomida nimalar qilishimiz kerakligi, nimalar kutib turganini biz ko'rdik. Va bundan qisqa bo'lsa ham darslikda o'tib berishdi. Shuni hisobiga nafaqat o'rganayotgan bolalar, korxonalar ham o'zini xodimlarini yuborishini tavsiya qilgan bo'lardik. Agar rahbarlarning o'zi ham boshqaruvda qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, bir marta kelib o'ziga ham o'qib olishsa, menimcha zarari bo'lmaydi.